Bu sanda biz hammanglarga turishliq bo'lgan Habib to'g'risida so'zlamoqchimiz. U raqibiga qilchirayim qilmaydigan chelish mahiri. 9 yoshidan boshlab iyiq bilan chelishishga boshlagan. 28 maydon to'liq g'alaba qilgan. Jang natijasi alohida kuchli zambirak. U jangovar millatlar ichidagi eng qaysar jangchi. Hattoki Zungtung uning sodiq egachchisi. U UFC birlashmasidagi birdan-bir ig'iz zambirakka Kannani mag'lub qilgan zo'migar. U hozirgi UFC'ning yenik darajaliklar chempioni Kichik Burkut Habib Roman Goromodov. Kichik Burkut Habib Rossiya Federatsiyasi Shimoliy Kavkazning sharqidagi Dog'iston Jumhuriyatining bir kichik bozorida tug'ilgan. Yil bo'yi urush qalaymag'an bo'lg'achqa bu yerda milliy urf-odat noatin kuchli bo'lib, jangovar millatlarning kurashchi aeroplani deb atalgan. Bu kichkina tog'liq rayonda yana sonsizlagan elish mohirlari yetilib chiqqan. Kichik Burkut Habib Jambaz oilasida tug'ilgan. Dadisi bir jambaz mashqovuli, botir va jangi mohir bo'lishdek tabiiy iqtidor uning qiniga singib ketgan. Habibning yosh turiblar nom chiqarishi hargizmi osonga to'xtamagan. Bu 1997-yili suratga olingan ko'rinish bo'lib, bu ko'rinish uning 9 yoshga kirgan tug'ilgan kunida suratga olingan. Kichik Burkutning dadasi bir kichik iyiqni yetilab kichik Burkutga chilishni mashq qildirgan. Bu iyiq shuningdan keyin kichik Burkutning armak hayvoniga aylangan. Yosh vaqtida kichik Burkut doim ko'chada urushib, shu joyda nom chiqargan. Kichik chelishish mohiriga aylangan. Gerçi izchil dadasining chelishish komandasiga erishib kelgan bo'lsa-mu, lekin kichik Burkut haqiqiy turda otasi faxrlangudek natijaga erishib boqmagan. Hatto ozroq umidsizlantirgan. Kichik Burkut Habib chelishishdan voz kechib, rudovcha chelishishni mashq qilgan. Gerçi dadasi Burkutning rudovcha chelishishni, hatto universal elishishni mashq qilishni xohlamasa-mu, lekin dadasiga nisbatan aytganda, uning bu zamonaviy universal elishishga bo'lgan tushunchasi kamchil bo'lg'achqa, kichik Burkutga kelgusi yo'llanishni aniq ko'rishga va yordam berishga amali yo'q edi. Habib 20 yosh kirgan yili rudovcha chelish jihatda ozroq natija qozongan edi. Dadasi bilan bir kecha uzoq paranglashgandan keyin Burkutning dadasi burungi ko'ni xiyolini o'zgartirdi. Hamda amal qilib Burkutni Amerikaga berib, zamonaviy universal elishishni o'rganishga avatdi. Chunki dadasining nazaricha qafasda boqqan Burkut bolasi faqat yovu to'xiga aylana oladi ekan. Qo'yib bergandilar ondan qanot qilib parvoz qila oladi deb qaraydi ekan. 2011 yili Kichik Burkut Rossiya ichidagi musobaqada 16 qatim g'alaba qilib, UFC musobaqasining diqqatini qo'zg'ab, to'xtamni qo'lga keltirdi. Shuning bilan Kichik Burkut kichik vaqtidagi chelishish orzusini amalga oshirib, ko'plagan chelishchilarni o'zining kuchli ham alohida chelish mahoratiga tayanib, ko'plagan g'alabalarni qo'lga keltirdi. Hatto Dos Anjosga o'xshash sobiq chempion Kichik Burkut oldida intayin past o'ringa tushib qoldi. Shundoq deyishga bo'ldiki, hech kim qafas yanida jang qilishda Kichik Burkutning o'rnini bosa olmaydi. UFC birlashmasida Trogro bilan bo'lgan musobaqada Habib yakka maydonda muvaffaqiyatli holda 21 qatim raqibini yiqitish rekordini yaratgan. 28 maydon uda g'alaba qilish. Hech qanday bir maydonda yengilib boqmaslik bu UFC tarixida hech kim qaytadan yarata olmaydigan rekord bo'lib qolishi mumkin. Ammo Habibning tegmi g'alati yeri shuki, jangovar millatning tan saposi uningda haqiqiy ifodalanganda qo'rtib tugmaydigan jismoniy kuchga ega. U raqibini o'zining yer yuzli jang maydoniga so'rab kirib, to'xtamay mushatib, jaynaklab zarba berib, xuddi mangu to'xtab qolmaydigan bir dona yuqori suratli motorni har vaqt ichib, raqibiga ajallik zarba berdi. 2018-yili Habib UFC 223da Ariya Kuntani mag'lub qilib, yangidan bosh ko'targan yenik darajaliklar chempioni bo'ldi. Nurg'un kishilarga eng cho'nqur ta'sir berdigini u har qatam g'alaba qilgandan keyin belgi xarakterli qo'y yungi to'miqini kiyib oladi. Habibga nisbatan aytganda, bu uning kuchli milliy g'urur tuyg'usining ifodasidir. Uni bir jangda haqiqiy nom chiqargan deyishga bo'ldi. U bo'lsa-mu 10-oyda UFC 229da Conor McGregor bilan bo'lgan musobaqasida Habib bu jangga patmay qolgan irlandiyalikni bo'ysundirib, chempionlikni muvaffaqiyatli saqlab qolish bilan birga bugungi dunyodagi qimmat eng yuqori MMA mohirlarining biriga aylandi. Hozir Habib yengilmaslik jang natijasiga tayanib, ijtimoiy aloqa suhbatida 20 milliondan ortiq mestonasi bor gigant cho'lponga aylandi. Yana kelib, Habibmi Rossiyaning eng qarshi elishga erishdi. Eng muvaffaqiyat qozongan cho'lponlarning biriga aylandi.